Bugun juda muhim mavzuni ko'rib chiqamiz. 30 avgust sanasi atrofida ko'pchilik e'tiborsiz qoldiradigan, lekin pulingizga bevosita ta'sir qiladigan 3 ta masala bor. Cashback, pensiya va kommunal to'lovlar. Men buni oddiy ogohlantirish sifatida emas, amaliy moliyaviy xavfsizlik masalasi sifatida aytyapman. Chunki bir kun kechiksangiz, cashback qaytmasligi, pensiya bo'yicha hujjat kechikishi yoki kommunal hisobda qarzdorlik, penya, noto'g'ri hisob-kitob paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ayniqsa siz do'konda karta orqali to'lov qiladigan bo'lsangiz, nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda pensiya oluvchi odam bo'lsa, uy-joy, gaz, elektr, suv va chiqindi to'lovlarini o'zingiz nazorat qilsangiz, bu ma'lumot sizga kerak bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Men sizga nima o'zgarganini, kimlar xavotir olish kerakligini, kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini va 30 avgustgacha nimalarni tekshirib qo'yish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Avval ko'pchilikda bitta odat bor edi. Oy oxirida ko'raman, pensiya tutsa keyin tekshiraman. Kommunalni keyingi oy to'layman. Cashback o'zi kelaveradi. Lekin hozir moliyaviy tizimlar ko'proq raqamli bo'lib bormoqda. To'lovlar bank ilovalari, elektron chek, soliq tizimi, cashback platformalari. Kommunal tashkilotlarning shaxsiy hisob raqamlari bilan bog'langan. Ya'ni pulingiz to'g'ri qaytishi yoki hisobingiz to'g'ri yuritilishi uchun hamma ma'lumot mos tushishi kerak. Oldin siz do'konda xarid qilsangiz, ko'pincha naqd pul berib ketardingiz, chek olishga ham ko'p e'tibor berilmasdi. Hozir esa cashback olish uchun chek rasmiy bo'lishi, to'lov tegishli tizimda ko'rinishi, telefon raqam yoki karta to'g'ri bog'langan bo'lishi kerak. Oldin pensiya masalasida mahalla, pochta yoki bank orqali xabar kelishini kutishardi. Hozir ko'p narsa elektron bazalar, plastik karta, bank hisob raqami, hujjatlarning amal qilish muddati va identifikatsiya bilan bog'liq. Oldin kommunal to'lovlar daftarcha yoki kvitansiya bilan yurgizilardi. Hozir esa abonent raqami, hisoblagich ko'rsatkichi, onlayn to'lov, shaxsiy kabinet va avtomatik hisoblash tizimlari bor. Nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shuki, agar ma'lumotda xato bo'lsa, tizim sizni kutib o'tirmaydi. Masalan, karta boshqa odam nomida, chek noto'g'ri chiqarilgan, hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida kiritilmagan, pensiya oluvchining hujjati yangilanmagan. Bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, siz buni keyin sezishingiz mumkin. 30 avgust kabi sanalar esa odatda oy yaqini oldidan tekshirish, ariza berish, hisob-kitobni to'g'irlash, qarzdorlikni yopish yoki imtiyozlarni tasdiqlash uchun oxirgi qulay muddat bo'lib qoladi. Birinchi masala cashback. Ko'pchilik cashback deganda kartadan to'lasam pul qaytadi deb o'ylaydi. Aslida hamma xaridga ham avtomatik pul qaytavermaydi. Cashback tizimida bir nechta shart bo'ladi. Xarid rasmiy chek bilan tasdiqlanishi kerak, to'lov turi mos bo'lishi kerak, chekda fiskal belgi bo'lishi kerak. Xarid qilingan joy tizimga ulangan bo'lishi kerak, sizning telefon raqamingiz yoki profilingiz to'g'ri ishlashi kerak. Agar shu zanjirdan bittasi uzilsa, cashback chiqmasligi mumkin. Masalan, siz 1 million so'mlik oziq-ovqat xarid qildingiz. Agar cashback 1% bo'lsa, 10 ming qaytish kerak deb o'ylaysiz. Bir qarashda katta pul emasdek. Lekin oy davomida 4 million so'm xarid qiladigan oilada bu 4 ming so'm bo'ladi. Yil davomida esa 1 ming so'm. Agar oilada 2 kishi karta ishlatsa, bu summa yanada oshadi. Shuning uchun cashbackni mayda narsa deb qarash noto'g'ri. Men buni aynan oilaviy budjet nuqtai nazaridan ko'raman. Pul qaytish kerak bo'lsa, u qaytsin. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchidan, chekni olmaydiganlar. Do'konchi chek kerakmi desa, yo'q deb chiqib ketadiganlar ko'p. Ammo cashback bo'yicha nizoli holat bo'lsa, sizda dalil bo'lmaydi. Ikkinchidan, turmush o'rtog'i, farzandi yoki qarindoshining kartasidan to'lov qilib, cashbackni o'z nomiga kutadiganlar. Tizimda karta egasi telefon raqam, profil va chek ma'lumotlari har doim ham siz o'ylagandek bog'lanmasligi mumkin. Uchinchidan, bozor, kichik do'kon, xizmat ko'rsatish joylarida QR yoki terminal orqali to'lab, chek berilmagan holatlarni e'tiborsiz qoldiradiganlar. To'lov terminaldan o'tgan bo'lishi mumkin, lekin fiskal chek boshqa narsa. Aniq misol keltiraman. Dilshod aka oy davomida qurilish materiallari do'konidan 2 million 500 ming so'mlik mahsulot oldi. Terminaldan to'ladi. Bank ilovasida pul yechilgani ko'rindi. Lekin do'kon fiskal chek bermadi. Oddiy qog'ozga sement, bo'yoq deb yozib berdi. Keyin Dilshod aka cashback kutdi, kelmadi. Nega? Chunki bank to'lov bilan cashback uchun kerak bo'lgan fiskal ma'lumot bir xil narsa emas. Agar chek tizimga tushmasa, cashbackni talab qilish qiyinlashadi. Yana bir misol.
Malika Opa supermarketda 800 ming so'mlik xarid qildi. Chek oldi. Lekin chekdagi telefon raqami eski raqamga bog'langan edi. U bank kartasini yangilagan, telefon raqamini almashtirgan. Lekin cashback ilovasida ma'lumotni yangilamagan. Natijada cashback ko'rinmadi. Bu yerda muammo do'konda emas, uning shaxsiy ma'lumotlari mos kelmasligida bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin. Agar siz har bir xaridda fiskal chek olsangiz, rasmiy ilovada yoki cashback tizimida profilingiz to'g'ri bo'lsa, karta va telefon raqamingiz mos bo'lsa, xaridlar ro'yxati ko'rinib tursa, katta xavotir yo'q. Lekin baribir 30 avgustgacha oxirgi oy xaridlarini tekshirib chiqing. Chunki cashback bo'yicha da'vo, murojaat yoki tuzatish uchun vaqt o'tib ketgandan keyin muammoni isbotlash qiyin bo'ladi. Ikkinchi masala pensiya. Pensiya oladigan odamlar uchun eng katta xavf pulning umuman yo'qolib ketishi emas, balki kechikishi, noto'g'ri hisoblanishi yoki vaqtincha to'xtab qolishidir. Bu esa nafaqaxo'r odam uchun juda og'ir. Chunki ko'pchilik pensiyani dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov va qarzlarni yopish uchun aniq reja bilan kutadi. Oldin pensiya asosan pochta orqali yoki mahalladagi odatiy tartibda olinardi. Hozir bank kartalari orqali olish keng tarqalgan. Bu qulay. Pul karta orqali keladi. Bankomatdan yechish mumkin, do'konda to'lash mumkin. Lekin qulaylik bilan birga majburiyat ham bor. Karta muddat tugagan, bank hisob raqami faolmi? Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanganmi? Pensiya oluvchi odam boshqa hududga ko'chganmi? Doimiy ro'yxat o'zgarganmi? Bularning hammasi muhim. Masalan, Sobir ota pensiyasini bank kartasiga oladi. Kartaning muddati avgust oyida tugaydi. U baribir pensiya tushaveradi deb yuradi. Ammo karta muddati tugagandan keyin pul hisobga tushsa ham, undan foydalanishda muammo bo'lishi mumkin. Bankomat bermasligi, to'lov o'tmasligi. Yangi karta chiqarish uchun bankka borish kerak bo'lishi mumkin. Agar buni pensiya tushadigan kuni bilsa, asabiylashadi, navbatda turadi, vaqt yo'qotadi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya sanasini kutmang. Undan oldin bank kartangizni tekshiring. Yana bir holat. Onaxonning pasporti ID kartaga almashtirilgan, lekin bankdagi yoki pensiya bilan bog'liq ayrim ma'lumotlar eski hujjat bo'yicha qolgan. Ko'pincha tizimlar asta-sekin yangilanadi. Lekin ba'zan mos kelmaslik chiqadi. Bunday holatda to'lov kechikishi yoki qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Muammoni oldindan ko'rish uchun bankka yoki pensiya bo'limiga murojaat qilib, ma'lumotlar to'g'riligini tekshirtirish kerak. Kimlar albatta xavotir olish kerak? Birinchidan, avgust oyida yoki yaqin oylar ichida bank kartasining muddati tugaydigan pensiya oluvchilar. Ikkinchidan, yaqinda yashash manzilini o'zgartirganlar. Uchinchidan, hujjat almashtirganlar. To'rtinchidan, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi, ijtimoiy nafaqa yoki qo'shimcha to'lov oladiganlar. Chunki bunday to'lovlarda ba'zan hujjat, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma yoki oilaviy holatga doir ma'lumotlar muhim bo'ladi. Beshinchidan, pensiyani yaqinlari orqali yechib oladigan oilalar. Bunday vaziyatda ishonchnoma, karta, SMS xabar, bankdagi ma'lumotlar tartibli bo'lishi kerak. Kimlar xotirjamroq bo'lishi mumkin? Agar pensiya doimiy tushayotgan bo'lsa, karta muddati hali uzoq bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash joyi o'zgarmagan bo'lsa, bank ilovasida yoki SMS orqali pul tushumi aniq ko'rinib tursa, katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin men baribir 30 avgustgacha 3 narsani tekshirishni tavsiya qilaman. Karta muddati, bankdagi telefon raqam, pensiya miqdori va tushum tarixi. Bu yerda yana bir nozik masala bor, pensiya miqdori. Ba'zan odamlar falonchiga oshibdi, menga nega oshmadi deb so'rashadi. Pensiya miqdoriga ish staji, ish haqi bazasi, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar, imtiyozlar ta'sir qiladi. Agar sizda shubha bo'lsa, menga kam tushyapti deb faqat qo'shnining gapi bilan xulosa qilmang. Rasmiy hisob-kitobni so'rang. Pensiya bo'limidan yoki tegishli tashkilotdan yozma yoki elektron tartibda izoh oling. Og'zaki gap bilan masala yopilmaydi. Uchinchi masala kommunal to'lovlar. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi. Uy-joy shirkat yoki boshqaruv tashkiloti to'lovlari oilaviy budjetda doimiy xarajat. Ko'pchilik bu to'lovlarni oy oxirida qiladi. Lekin muammo shundaki, hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida kiritilmasa, tizim o'rtacha sarf bo'yicha hisoblab yuborishi, qarzdorlik noto'g'ri chiqishi yoki keyingi oyda katta summa yig'ilib qolishi mumkin. Oldin nazoratchi kelib hisoblagichni ko'rib ketardi, odamlar kvitansiya bilan yurardi. Hozir ko'p joyda hisoblagich ko'rsatkichni abonentning o'zi ilova, bot, shaxsiy kabinet yoki to'lov tizimlari orqali ko'rib boradi. Bu yaxshi, lekin mas'uliyat ham sizda. Agar hisoblagich
BIM ekibida ko'rsatayotgan bo'lsa, tizimda BIM tartib qolib ketgan bo'lishi mumkin. Farq yig'ilib boradi. Keyin bir oyda birdan 300 darfto'da 1000 so'm qo'shimcha qarz ko'rinadi. Odam men buncha ishlatmadim deydi. Aslida ishlatgan bo'lishi mumkin. Faqat oldingi oylar noto'g'ri yoki vaqtida kiritilmagan. Masalan, Nodir opa elektr uchun har oy 20 ming so'm atrofida to'lab yurgan. Yozda konditsioner ishlagan, bolalar ta'tilda uyda ko'proq bo'lgan. Muzlatkich, kir yuvish mashinasi ko'proq ishlagan. Avgust oxirida qarasa, elektr hisobida 420 ming so'm chiqib turibdi. U avval xato deb o'ylaydi. Lekin hisoblagich ko'rsatkichi tekshirilsa, iyul va avgustda sarf oshgani, oldingi to'lovlar esa faqat taxminiy qarzni yopgani ma'lum bo'ladi. Shuning uchun kommunal to'lovda faqat qancha to'ladim emas, hisoblagichda qancha turibdi degan savol muhim. Gazda ham shunday. Qishda gaz sarfi ko'p bo'ladi, yozda kamroq. Lekin ayrim oilalarda ovqat pishirish, suv isitish, issiqxona, qo'shimcha qurilmalar sabab gaz sarfi baribir sezilarli bo'ladi. Agar hisoblagich plombasi, raqami yoki ko'rsatkichida muammo bo'lsa, keyin jarima yoki qayta hisoblash masalasi chiqishi mumkin. Men har doim tavsiya qilaman, hisoblagichni suratga oling. Suratda sana ko'rinmasa ham telefonning galereyasida sana saqlanadi. Bu keyinchalik dalil bo'lishi mumkin. Suv bo'yicha ham muhim jihat bor. Ko'p xonadonlarda suv hisoblagichi bor, lekin ko'rsatkich muntazam berilmaydi. Natijada belgilangan me'yor bo'yicha hisoblanadi. Agar oilada 5 kishi ro'yxatda bo'lsa, lekin amalda 2 kishi yashasa, noto'g'ri yoki ortiqcha to'lov chiqishi mumkin. Aksincha 2 kishi ro'yxatda, amalda 6 kishi yashasa, keyin tekshiruvda farq chiqishi mumkin. Demak, kommunal masalada yashovchilar soni, hisoblagich holati va to'lov tarixi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchidan, oxirgi 2-3 oyda kommunal hisoblarni tekshirmaganlar. Ikkinchidan, faqat bank ilovasida ko'ringan summani to'lab, shaxsiy hisob tarixini ko'rmaydiganlar. Uchinchidan, yangi uyga ko'chganlar yoki uy sotib olganlar. Chunki eski egadan qolgan qarz, abonent raqami, hisoblagich ko'rsatkichi bo'yicha muammo bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, ijarada yashaydiganlar. Ijarachi to'ladim deydi. Uy egasi qarasa qarz turibdi. Yoki uy egasi hammasi yopilgan deydi. Ijarachi keyin ulanishda muammoga duch keladi. Beshinchidan, imtiyozga ega oilalar, nafaqaxo'r. Nogironligi bo'lgan shaxs, kam ta'minlangan oila, ijtimoiy reyestrda turadigan oilalar. Imtiyoz bo'lsa ham, u avtomatik to'g'ri qo'llanyaptimi tekshirish kerak. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz har oy hisoblagich ko'rsatkichini suratga olib, tizimga kiritib borsangiz, qarzdorlik nol yoki nazoratda bo'lsa, to'lov kvitansiyalari saqlangan bo'lsa, abonent raqamlaringiz to'g'ri bo'lsa, katta xavf yo'q. Lekin 30 avgustgacha bir marta to'liq tekshiruv qilish zarar qilmaydi. Chunki sentyabrda yangi o'quv yili boshlanadi, xarajatlar ko'payadi, keyin kommunal qarz birdan chiqsa, oilaviy budjetga og'ir tushadi. Endi eng muhim nozik nuqtalarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. SMS kelmadi, demak muammo yo'q. Bu noto'g'ri. SMS kelmasligi telefon raqam noto'g'ri bog'langandan, bank xizmati o'chgandan yoki texnik sababdan bo'lishi mumkin. SMS yo'qligi qarz yo'q degani emas, pensiya tushmagan degani ham emas, cashback rad etilgan degani ham emas. Har bir masalani rasmiy ilova, shaxsiy kabinet yoki tashkilot orqali tekshirish kerak. Ikkinchi tuzoq. Bank ilovasida to'lov o'tdi, demak kommunal yopildi. Bank ilovasida pul yechilgani ko'rinishi mumkin. Lekin abonent hisobiga tushish kechikishi yoki noto'g'ri abonent raqamiga ketishi mumkin. Ayniqsa, bir nechta xonadoni borlar. Ota-onasining kommunalini to'laydiganlar, eski shablondan foydalanadiganlar ehtiyot bo'lsin. Bitta raqam xato bo'lsa, pul boshqa hisobga ketadi. Keyin qaytarish uchun ariza, chek, bank ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Uchinchi tuzoq. Do'kon terminaldan o'tkazdi, chek shart emas. Cashbackda bu eng keng tarqalgan xato. Terminal cheki va fiskal chekni aralashtirmak. Terminal cheki bank operatsiyasini ko'rsatadi. Fiskal chek esa sotuv rasmiy qayd etilganini bildiradi. Cashback yoki soliq bilan bog'liq ayrim holatlarda aynan fiskal chek muhim bo'ladi. To'rtinchi tuzoq. Pensiya doim tushgan. Bu safar ham tushadi. Odatda tushadi, lekin bank kartasi muddati, hujjatdagi o'zgarish, yashash joyi, ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma kabi omillar ba'zan to'lov jarayoniga ta'sir qiladi. Ayniqsa, pensiya yoki nafaqa oluvchi odamning o'zi bankka bora olmasa, qarindoshlari oldindan tartibni bilib olish kerak. 5-nozik jihat, ortiqcha to'lov. Ba'zan odam kommunalga ko'proq to'lab qo'yadi va mayli keyingi oyga qoladi deydi. Odatda shunday bo'lishi mumkin. Lekin abonent raqami noto'g'ri bo'lsa yoki xizmat turi adashgan bo'lsa,
Masalan, elektr o'rniga boshqa to'lovga ketgan bo'lsa, keyingi oy siz kutgan joyda ortiqcha pul ko'rinmaydi. Shuning uchun to'lovdan keyin balansni tekshirish kerak. 6-jihat imtiyoz va subsidiya. Agar sizda kommunal bo'yicha imtiyoz, ijtimoiy yordam yoki subsidiya bo'lsa, menga baribir chegirma bor deb xotirjam bo'lmang. Imtiyoz qaysi xizmatga, qaysi muddatga, qaysi limitgacha va qaysi shaxs nomiga berilganini bilish kerak. Masalan, imtiyoz pensioner nomidagi xonadonga bog'langan bo'lishi mumkin. Agar abonent boshqa odam nomida bo'lsa, chegirma noto'g'ri qo'llanishi yoki umuman ko'rinmasligi mumkin. 7-jihat qarzni yopish ketma-ketligi. Ayrim tizimlarda siz to'lagan pul avval eski qarzni, keyin joriy oyini yopadi. Siz avgust uchun to'ladim deb o'ylaysiz, lekin pul iyun oyidagi qarzga ketgan bo'lishi mumkin. Natijada avgust baribir qarz bo'lib turadi. Shuning uchun to'lov tarixida qaysi davr yopilganini ko'rish kerak. Endi aniq qadamlar. Birinchi qadam, cashbackni tekshiring. Telefoningizdagi cashback yoki soliq bilan bog'liq rasmiy ilovaga kiring. Oxirgi 30 kunlik cheklarni ko'ring. Xarid sanasi, summa, do'kon nomi ko'rinadimi? Tekshiring. Agar katta xarid bo'lib chek ko'rinmasa, qo'lingizdagi fiskal chekni toping. Chekdagi QR kodni skaner qiling yoki ma'lumotni qayta tekshiring, agar chek umuman berilmagan bo'lsa. Do'konga murojaat qiling va rasmiy chek talab qiling. Ikkinchi qadam, karta va telefon raqamingizni tekshiring. Cashback qaytish kerak bo'lgan karta faolmi? Karta muddati tugamaganmi? Bank ilovasida telefon raqamingiz to'g'rimi? Buni ko'ring. Agar telefon raqam o'zgargan bo'lsa, bankda ham, cashback tizimida ham yangilang. Faqat Telegramda raqamim bor yetarli emas. Rasmiy profil ma'lumotlari muhim. 3-qadam, pensiya bo'yicha bank kartasini tekshiring. Karta old tomonda amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddat avgust, sentyabr yoki yaqin oyda tugasa, bank oldindan boring. Pasport yoki ID karta oling. Agar pensiya oluvchi odamning o'zi bora olmasa, bankdan ishonchnoma, uyga xizmat yoki vakil orqali olish tartibini so'rang. Har bankda tartib farq qilishi mumkin. Shuning uchun taxmin bilan harakat qilmang. 4-qadam, pensiya tushum tarixini ko'ring. Bank ilovasida yoki SMSlarda oxirgi 3 oyda qancha tushganini yozib oling. Agar summa o'zgargan bo'lsa, sababini aniqlang. Pensiya bo'limiga murojaat qilganda menga kam tushdi deb umumiy gapirmang. Aniq ayting, may oyida shuncha, iyunda shuncha, iyulda shuncha, avgustda shuncha tushgan. Farq sababini tushuntirib berishingizni so'rayman. Yozma murojaat qilsangiz, javob olish imkoniyati ancha kuchli bo'ladi. 5-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Pensiya yoki nafaqa masalasida odatda pasport yoki ID karta, bank kartasi, pensiya guvohnomasi yoki tegishli ma'lumot. Ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi, nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa, tibbiy ma'lumotnoma, boquvchisini yo'qotganlik yoki o'qish bilan bog'liq nafaqalarda o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma holatda ham bir xil hujjat talab qilinmaydi, lekin asosiy hujjatlar qo'lingizda bo'lsa, vaqt yutmaysiz. 6-qadam, kommunal hisoblagichlarni suratga oling. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv bo'lsa, hammasini alohida suratga oling. Surat aniq bo'lsin, raqamlar o'qilsin. Keyin shaxsiy kabinet to'lov ilovasi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot orqali joriy ko'rsatkich bilan solishtiring. Agar tizimdagi ko'rsatkich bilan hisoblagichdagi ko'rsatkich orasida katta farq bo'lsa, darhol murojaat qiling. Kutib yurmang, chunki farq keyin yanada kattalashadi. 7-qadam, kommunal qarzdorlikni xizmatlar bo'yicha alohida tekshiring. Faqat umumiy summa emas, elektr alohida, gaz alohida, suv alohida, chiqindi alohida, uy-joy boshqaruvi alohida. Har birining abonent raqamini yozib qo'ying. Agar bank ilovasida shablon saqlangan bo'lsa, abonent raqami to'g'riligini yana bir marta tekshiring. Uy sotib olgan bo'lsangiz, eski egadan qarz yo'q degan og'zaki gap bilan cheklanmay, har bir xizmat bo'yicha ma'lumot oling. 8-qadam, to'lov qilgandan keyin chekni saqlang. Elektron chek bo'lsa, skrinshot qiling yoki PDF saqlang. Naqd to'lov bo'lsa, kvittansiyani rasmga oling. Kamida 3-6 oy saqlashni maslahat beraman. Ayniqsa, katta summa to'lasangiz, masalan 500 ming, 1 million yoki undan ko'p kommunal qarzni yopsangiz, chekni yo'qotmang. Nizo chiqsa, birinchi so'raladigan narsa dalil bo'ladi. 9-qadam, murojaatni to'g'ri yozing. Agar cashback chiqmasa, pulimni bering deb emas, aniq yozing. Xarid sanasi, do'kon nomi, summa, chek raqami, karta orqali to'lov qilingan vaqt ilovada ko'rinmayotgani. Agar pensiya masalasi bo'lsa, FH tug'ilgan sana pensiya turi, oxirgi tushum sanalari, muammo mazmuni. Agar kommunal bo'lsa, abonent raqami, manzil,
hisoblagich raqami, hozirgi ko'rsatkich, tizimdagi ko'rsatkich, to'lov cheki raqami, aniq murojaatga aniq javob olish osonroq. 10-qadam. Oilangizdagi kattalarga yordam bering. Ko'p nafaqaxo'rlar ilova ishlatishni bilmasligi mumkin. Ular bank kartasining muddatiga, SMS-ga, kommunal shaxsiy kabinetga e'tibor bermaydi. Farzandlar, nabiralar, yaqinlar sifatida 1 soat vaqt ajrating. Karta muddatini ko'ring, pensiya tushumini tekshiring, kommunal qarzlarni ko'rib bering, cheklarni tartiblang. Bu oddiy yordam emas, oilaviy moliyaviy xavfsizlik. Demak, 30 avgustni oddiy sana deb o'tkazib yubormang. Bu muddatgacha cashback cheklaringizni, pensiya kartangizni, hujjatlaringizni, kommunal hisoblagich va qarzdorliklaringizni tekshirib qo'ying. Eng ko'p muammo pul yo'qligidan emas, e'tiborsizlikdan kelib chiqadi. Chek olinmagan, karta muddati tugagan, telefon raqami yangilanmagan, hisoblagich ko'rsatkichi berilmagan, abonent raqami adashgan. Bularning har biri keyin ortiqcha xarajat, navbat, asab va vaqt yo'qotishga olib keladi. Men sizga mutaxassis sifatida tavsiya qilaman. Bugun 20-30 daqiqa ajrating va 3 ta ro'yxat tuzing. Birinchisi cashback va xarid cheklari. Ikkinchisi pensiya yoki nafaqa bo'yicha karta, hujjat, tushum. Uchinchisi kommunal xizmatlar bo'yicha abonent raqamlari, hisoblagich ko'rsatkichlari va qarzdorlik. Shu ishni qilsangiz, sentyabrga ancha xotirjam kirasiz. Sizda cashback chiqmay qolgan holat bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Kommunal hisobda kutilmagan qarz paydo bo'lganmi? Izohlarda albatta yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa siz uchun pulingiz, huquqlaringiz va kundalik to'lovlaringizga ta'sir qiladigan eng muhim ma'lumotlarni tushunarli qilib yetkazishda davom etaman.